Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi 8-umumta'lim maktabi o'quvchilari Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan infoturda ishtirok etishdi. Ular Shimoliy darvoza suv ishlab chiqarish inshootiga tashrif buyurib, suv ta'minotining faoliyati bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Hozir shu haqda. O'quvchilar dastlab Termiz shahar suv ta'minoti bo'limidagi shimoliy ichimlik suv ishlab chiqarish va uzatish havzasi inshootining joylashuv sxemasini kuzatishdi. Keyinchalik ularga inshootning ishlab chiqarish quvvati, to'palang magistral quvur orqali suv ta'minoti jarayoni hamda suv saqlash va tarqatish tizimining ishlash mexanizmi haqida ham atroflicha ma'lumot berildi. Bu yerda umumiy maydoni 22,8 gektar maydonga ega bo'lib, bugungi kunda Termiz shahridagi 15 ta mahallada yashovchi 60 mingdan ortiq aholi doimiy toza ichimlik suvi bilan ta'minlab kelinmoqda. O'quvchi yoshlarimizga biz qisqagina infotur davomida Termiz shahrini ichimlik suvi bilan ta'minlash to'g'risida ma'lumotlar berishga harakat qildik. Infoturni tashkil qilishda maqsad yoshlarni kasbga qiziqtirish, ichimlik suv sohasida olib borilayotgan ishlar hamda kelajak avlodga ichimlik suvini yetkazib berishning davomiyligini ta'minlash maqsadida yoshlarimizga tushunchalar berdik. To'palang Termiz loyihasi doirasida salkam 246 kilometr uzunlikdagi suv tarmog'i tortilib, 8 ta ichimlik suvi saqlash hovuzida qurilish ishlari yakunlangan. Loyihaning birinchi bosqichida amalga oshirilgan ishlar evaziga bugungi kunda Sariy Osiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlarining 35 ta mahallasida istiqomat qiluvchi 134 ming nafardan ortiq aholi sifatli ichimlik suvidan foydalanmoqda. Shuningdek, To'palang asosiy magistral tarmog'idan 200 metr uzunlikdagi qo'shimcha quvur tortilib, Xo'jaipok magistral liniyasiga ulanib, Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor va Muzrabot tumanlaridagi 69 ta mahallada istiqomat qiluvchi 193 ming nafardan ortiq aholining ichimlik suv ta'minoti sezilarli darajada yaxshilandi. Abror Mamarahimov, Maqsud Alimnazarov, Og'ziy informatsion dasturi uchun.